to'yimiz juda ham fayzli o'tyapti. Sardor aka, nimaga to'yimiz fayzli o'tyapti deb o'ylaysiz, bilasizmi? Chunki oilani o'zi fayzli. Ota-onangiz o'zi fayzli, o'zingizni yurishingiz, turishingiz fayzli. Iloyim mana shu fayz hech qachon umringiz davomida sizni oilangizni tark etmasin. Rahmat. U ana bo'lar ekan, ovozim bu ichkarida kelib yotibdi. Xullas, fayz sizni hech qachon tark etmasin Sardor aka. Mana shunaqa xonadonida shunaqa fayzli to'ylarim bo'lsin. O'g'limni, qizimni yaxshi joylarga uzatadiganlar bitta guldiroz qarsiga chap qo'yinglar. Bu yerda hamma o'g'lini uylab, qizini chiqarganlar yig'ilganmi? Qarsakni mazasi bo'ladi, eshitilmayapti. Ana bu Farg'onachasiga bo'ldi, ana bu vodiychasiga bo'ldi. Boringlarga shukr, ko'z tegmasin sizlarga, hamisha joninglar sog', salomat bo'lsin. Endi azizlar, aktyor ko'rsatuvini hamma ko'rganmi? Hamma ko'rganmi? Yaxshi, hamma ko'rgan bo'lsa, agar esinglarda bo'lsa, aktyor ko'rsatuvini birinchi mavsumida Sardorbek Abdumannonov aynan bitta yana bir ijodkorimiz bor edi, talantli, juda ham talantli ijodkor. Aynan shu ijodkor bilan bahs olib borgan final sonimizda. Va men aynan shu ijodkorni badiiy sahnamiz markaziga taklif etmoqchiman. Ular o'z tabriklarini ijodiy chiqishlar, ijodiy namoyishlar orqali bildirmoqchi bo'lib turibdilar. Marhamat, sahnamizga iste'dodli serqirra ijodkor Hind san'atini, ya'ni Hind san'atini O'zbekistonga olib, O'zbekistonda nima bo'ladi? Propaganda deydi-ku bizning tilda. O'zbekistonda daldasini olib, kuchini berib, jonini jabborga berib ijod qilayotgan ajoyib serqirra ijodkorimiz Asqar Umarxon. Marhamat. Ketdik. Thank you very much. लोग हमारी बात समझना है गौरव की नदालो है दुनिया ये दिल वालों के आसिके जी आसिके मारिया लग जिंदे सुनर वो अब किसी भाई अब किसी है To'ylar muborak bo'lsin. Nimagadir Farg'onaning ovozi eshitilmayapti. Kayfiyatlar zo'rmi? Shouimizni boshlaymizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir hindcha gaplarimni tushundinglarmi? Nimaga baqirdinglar bo'lmasam? Hech kim tushunmadi. O'zim ham tushunmayman to'g'risini aytganda. Demak, shouimizni boshlaymiz. Sardor do'stim, baxt tilayman. Ilohim sir farzand bo'linglar. Ilohim shu farzandlarning to'yida xizmat qilish nasibi ro'za aylasin do'stim. Biz Sardor bilan aktyor shoudan ham oldin qadrdonmiz. Xudo xohlasa qadrdonchimiz umr boqiy bo'lsin degan umiddaman. Yana bir bor to'ylar muborak deb qolaman va hozir sizlar uchun eglimdagi kostyum kimniki bilasizlarmi? Finalda ko'rganmidinglar? Ha, jaysinglarda qolgan Sardor bilan, ha? Gap bo'lishi mumkin. Demak, siz bilgan va siz tanigan o'sha Bollywood yulduzi Mithun Chakraborti obrazida sizlar bilan davom etamiz. Jimmy, qani ketdik birgalikda. Qinchasiga o'ynaydiganlar bormi? Qani birgalikda qarsigilar bilan ketdik. 1, 2, 3. Woo! Come on everybody! Woo! 1, 2, 3. I am a disco dancer. Come on. I am a disco dancer. Come on. I am a disco dancer. Zindagi mera gana. Come on. मैं किसी का दीवाना. Come on. Hey hey. तुझको तो ना जो ओ मेरे साथ नाच go. I am a disco dancer. Hey. I am a disco dancer. जवानी एक गिला है, जवानी एक नशा है, जवानी जिसकी आहा है, वो भी जाने ये क्या है.
Bohemian, Bohemian. Melissa, don't you know, don't let you, oh Melissa, tonight you go. I am a disco dancer. Come on, I am a disco dancer. Qani davom etamiz. Ana endi esa Gorrokina bilan birgalikda onaxonlarimizni bitta davraga ovozinglar bo'lsin. Ya, o'xshama. Chap tomon umuman passiv ekansan. Qani o'ng tomondagilar. Chap tomondagilar. Sardor to'yiga hammamiz qani? Juda ham gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham xursand. Onajon xursandmisiz? Baxtli bo'lishsan iloyim. Sardor do'stim, Xudo xohlasa, yuqoridagi gaplar farzand to'ylarda ham kelib, hozir Shohruxxon Jimi bo'lib kelgan bo'lsa, farzand to'yinda Amitabh Bachchan keladi, Xudo xohlasa, ha? Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.